Assalomu alaykum. Sirojning bozorini kuzatuvchilar, bugun sizlarga samsoq ko'rsatmoqchiman. Juda bu samsoq, buni yesangiz ham maza qilasiz, voydod, dahshat. Zo'r saqlab qo'yilibdi bu samsoqlarimizni. 10 tonnagacha bor. 10 tonnagacha mana shu bog'imizdan samsoq olganmiz, o'rtog'imni. Bog'larga kelganman, chiroyli qilib saqlab qo'yibdilar, vobshe dahshat. Telefon raqamlarini qoldiraman, u o'rtacha kerak emas. Promoy o'zlariga aloqaga chiqasiz, o'zlari bilan ish yaxshi bitadi deb o'ylayman. Mana ko'rib turibsiz. Qoplada bu holvasi yana uylarga ozgina bosib qo'ygan ekanlar. Pashti 10 tonnagacha saqlab qo'yibdilar. Xudo xolisa telefon raqam qoldiramiz. O'zlariga aloqaga chiqib gaplashaverasiz narxlarini. Mana turishini qarang, vaydot, dahshat. Mana shu bog'imizdan olganmiz mana. Bog'imiz ham maza qilib dam oladigan joy. O'rtog'imizning bog'lari mana o'ta dahshat. O'ta zo'r. Maza qilib shaptollarga ahamiyat qilish, shaptollar bo'lib o'tibdi mana, guloslar. Hamma narsa bor. Telefon raqam qoldiramiz, xudo xolasa mana shu samsoqlarimizga aloqaga chiqib gaplashaverasizlar. Salomat bo'lasizlar.